Dars qiziqarli bo'lishi uchun 3 ta yechim. Birinchisi, darsda berayotgan axborotingizni barchasini hayot bilan bog'lang. Ikkinchisi, darslaringizda interaktiv usullarni olib kiring. Ishoning, bu bolalar uchun juda ham yoqimli va esda qolarli dars bo'ladi. Uchinchisi esa 80 ga 20 Pareto qonuni. Bu yerda faol o'quvchi bo'lish kerak. 80 ni o'quvchiga bering tezroq, 20 da esa o'zingiz qoling. Biz nima uchundir ustozlar, agar men zo'r gapirsam, agar men butun dars gapirsam, eng zo'r o'qituvchiga aylanaman deb o'ylaymiz, lekin bu xato fikr. Tezroq bu rolni o'quvchilarga bering. Shunda siz eng natijaviy, eng qiziqarli va eng esda qolarli darsni tashkil qilishingiz mumkin. Shunga o'xshash o'qituvchilar uchun foydali bo'ladigan axborotlar sizga kerak bo'lsa, darhol sahifamga obuna bo'ling. Men sizlarga tajribalarim bilan bo'lishib boraman.